Assalomu alaykum, Master Tom YouTube kuzatuvchilari. Biz yana Samarqand, Urgutdamiz. Ortimda turgan ushbu hashamatli obyektni tajribali masterimiz Anvarjon aka bitkazganlar. Yaxshimisiz? Sizlar like bosib qo'yinglar. Aynan mana shu obyektni to'laqonli ravishda obzor qilamiz. Aka, qanaqa mahsulotlar ishlatilgan? Bu obyektimizga Toshkent TMZ 045 tunkasidan ishlatganmiz. Oldiga master model, tepasiga profnasil, tepa qismiga Euro karnizlarni qo'yib, konditsionersiz qilib berganmiz. Kombinatsiyalar zo'r chiqqan, haqiqatda ajoyib. Bu vodostoykalar shunchaki Shu vaqtinchalik, chunki vaqtinchalik, yomg'ir yubormasligi uchun hozir kuzatib turibman, ichkarida ham shu turka ishlari ketyapti-da. Sal obyektni yaqinroqdan ichkariga kirib, har bir elementlarni bitta-bitta buni ham obzor qilaylik, ha? Mayli, bemalol. Xo'p, sizlar kuzatib turinglar, qanaqadir savollar tug'ilib qoladigan bo'lsa, bemalol izohlarda yozib qoldirishinglar mumkin. Aka, ketdik. Anvarjon aka, bu bino o'zini ichiga necha? Bu binoyimiz uzunligiga 17 metr, eniga 12 metr. 12 metr. Bu proyekti bo'lgan, chizmalari, chertojlar chizmalari bo'lgan. Oldi qismini o'zgartirdik. Proyektda qanday ko'rinish bo'lgan aka? Proyektda boshqacharoq edi. Bizga ma'qul kelmadi. Uy egalari bilan maslahat qilib, oldiga o'zgacha dizayn berdik. Demak, tushunarli. Mana 3 ta ko'proq arka bo'lganmidi? Figuralar chiqqan. Qanaqadir bizga binoga tom tushmagan. Binoga tom tushmagan uchun o'zgartirib oldik. Tushunarli. Qarang-da aka, mana yon tomonlarda ham arka yo'qdi, faqat oldi ko'rinishda bor. Shu yon tomonlarga ham arka qilsa bo'lmasmidi? Yo'q, chunki ikki tarafi, bir tarafi orqa taraf, bu tarafi ham orqa taraf, qo'shniga ziyon kelmasin holatda. Oldiga uchun ko'rinishga oldiga berdik. Qarang, usti mansar bo'lganmi yo oddiymi? Yo'q, lekin mansarda holatda bo'lgan, lekin mansar emas. Mansar emas. Tomga chiqadigan xot yo'qmi? Tomga chiqadigan xot bor, bemalol, lekin mansar qilinmagan. Chunki lekin haligi uy egalari, misol uchun mansarda qilib tiklangan, qachondir uy egalari foydalansalar, o'sha mansar qilsa bo'ladi. Mansar qilsa bo'ladi, bemalol. Zo'r. Ichini ham ko'rsataylik. Mayli. Yuring. O'zi obyektda qurilish jadallik bilan ketyapti ekan, mana shika turka ishlari ketyapti. Tomni ichiga ham chiqib olganmiz. Haqiqatda zo'r. Gap bo'lishi mumkin emas. Ko'rishingiz mumkin. 10 brus. Strapilni ichiga necha aka? Adashmasam sal yuqoriroq. 14 ga 4. 14 ga 4. Abrishotkalar-chi? Abrishotkalar 10 ga 2. 10 ga 2. E'tibor berishingizni so'rardim mana shu yerda mana. Shaklariga tushgan. Shaklariga. Sababi shuruplarni ham oltiga qo'tirishni tavsiya beramiz. Taxtadan teshib chiqsa, yaxshi mustahkam o'rnaydi. Qarang aka, endi mana shu yerda bitta savol tug'iladi. Boshqa joylarga borsam, tom yopilayotganda, aynan mana shu master modellar soyini ichki qismidan simichka sho'rib qilishyapti-da. Yo'q, u xato. U simichka sho'rib qadamaslik kerak. Sababi taxta qaysidir mahal qo'yaverish mumkin. Chunki buni rezinkasi bor, shaggi tagidan qatirish kerak. Ko'pchilik bilmaydi, aka, ko'pchilik bilmaydi. Tunka sovuqda torayib, issiqda kengayadi. Ming temir bo'lgan taqdirda ham sovuqda torayib, kengayish uslubi bor. O'shuning uchun ham simishga sho'rib umuman mumkin emas. Keyin nafaqat bizning ustalarga, balki boshqa masterlarga ham tavsiya o'laroq aytamiz. Aynan mana shu master model bo'ladimi yoki boshqa modellar bo'ladimi? Arig'ini ichidan sho'rib qotirsanglar, tunka zavod garantiyasini 100% ga bekor qilib yuboradi. Sababi aynan o'sha yerdan suv oqish muntazam ravishda oqqanning hisobiga suv o'tish baribir bo'ladi-da. Bo'ladi, albatta. 2-3 yilda o'tmasligi mumkin, lekin 5-6 yilda o'tadi. Zanglab turib, garantiya muddatini yo'qotib qo'yadi. Yana bitta narsa ko'rishingiz mumkin. Binoyimiz bir xil ko'tarilgan parapetlari. Uklon qilib suvini oldi qismiga olib berganmiz. Operator ko'rsatishi mumkin. O'sha yerdan shundoq qarasangiz, aylanib kelib, beri kelib nol bo'lgan. Sal egilaylik. Yog'och o'zidan uklon qilganmiz. Yog'och o'zidan narigi tomonda ko'rib turibsa, taxminimcha bir 10 sent bor. Oxiriga kelib 3 sent, 4 sent bo'lib ketgan. Chunki sababi qo'shni tomonlarga yomg'ir tushmasligi uchun, suv to'xtamasdan oldiga o'tish uchun. Zo'r. Yog'ingarchilik bo'lgan? Albatta. Qancha bo'ldi bu yer bitganiga? Bu yer bitganiga 2 oy bo'ldi. 2 oy bo'ldi. 2 oyda kechqurun ham yog'mur yog'gan. Mana yaxshigina yomg'ir yog'adi bu yerda. Yaxshiga, chunki Samarqand, Urgut tog' oldilari kechqurun ham yomg'ir bo'lgan. Mana ko'rishingiz mumkin, umuman suv o'tgan, o'techki joylari umuman yo'q. Zo'r gap bo'lishi mumkin emas aka. Hurmatli kuzatuvchilar, agarda sizlarga ham shunaqa tajribali masterlar bilan, sifatli mahsulotlar bilan nafaqat butun O'zbekiston bo'ylab, balki qo'shni davlatlarda ham tom yopish xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol Master Tomga murojaat qilishingiz mumkin. Ishingizni sifatli, beg'al va patkuruch bitkazib beramiz. Anvarjon aka, kattakon rahmat. Ishingizga omad. Rahmat.